Kavkaz birlashdi. Do'stini qutqarish uchun suvga sakragan bolani minglab aholi izlamoqda. Qrimda benzin sotish to'xtatildi. Eski mashinasini utilizatsiyaga topshirmaganlar bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravar miqdorida jarima to'laydi. Shunchaki yashash jonimga tegdi. Krasnodarda 19 yoshli talaba odamlarga pichoq bilan hujum qildi. Kavkaz birlashdi. Do'stini qutqarish uchun suvga sakragan bolani minglab aholi izlamoqda. 15-iyun kuni Ingushetiyaning Yandari qishlog'ida fojia yuz berdi. Qorabuloqlik 8 yoshli Xizr Derbechev ikki do'sti bilan Sonja daryosi qirg'og'ida sayr qilib yurgan paytda bolalardan biri Adam ismli bola sirpanib ketib, tezoqar daryoga qulaydi. U so'nggi lahzada daraxt ildiziga osilib qolishga muvaffaq bo'ladi. Xizr do'stini qutqarish uchun o'zini suvga tashlaydi. Uchinchi bola darhol kattalarni chaqirish uchun yugurib ketadi. Shu atrofdan o'tib ketayotgan bir oila Adamni qutqarishga muvaffaq bo'ladi. Ammo Xizr daryoning shiddatli oqimiga qarshi tura olmaydi va suv uni oqizib ketadi. Xizrni qidirish ishlari 6 sutkadan buyon davom etmoqda. Kichik qahramonning jasorati misli ko'rilmagan aks sado berib butun Kavkazni birlashtirdi. Hozirda Xizrni qidiruv-qutqaruv operatsiyasida 20 mingdan ortiq kishi ishtirok etmoqda. Ular orasida mahalliy aholi, ko'ngillilar, Dog'iston, Shimoliy Osetiya, Checheniston va Kabarda-Balqariyadan kelganlar qutqaruv xizmatlari vakillari bor. Ayrimlar daryo o'zanini tinimsiz tekshirmoqda, boshqalar esa qidiruv operatsiyasi ishtirokchilariga oziq-ovqat va suv yetkazib bermoqda. Bir daqiqaga ham to'xtamayotgan qidiruv operatsiyasida har bir ishtirokchi beqiyos yordam ko'rsatmoqda. Hodisa joyida kecha-yu kunduz ishlaydigan tezkor shtab tashkil etilgan bo'lib, operatsiya borishini Ingushetiya rahbari Mahmud Ali Kalimatov shaxsan nazorat qilmoqda. Operatsiyaga qayiqlar, uchuvchisiz uchish qurilmalar va boshqa maxsus texnika jalb qilingan. Kichik qahramonni qidirish ishlariga Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligining Checheniston Respublikasi bo'yicha bosh boshqarmasi xodimlari Ahmad Hoji Qodirov nomidagi maxsus politsiya polki askarlari ham qo'shilgan. Shuningdek, polkning dronlar bo'linmasidan ham foydalanilmoqda. Xizr qidirilayotgan daryoda bugun oddiy qutqaruv operatsiyasi emas, balki birodarlik, birdamlik va xalqlar o'rtasidagi hurmat aks etmoqda. Maxsus xizmatlar xodimlari va ko'ngillilar bir necha kun davomida Sonja daryosining o'zanini tekshirib chiqishdi, ammo natija bo'lmadi. Shundan so'ng daryo oqimini to'sishga qaror qilindi. Bu suv sathining sezilarli darajada pasayishiga olib keldi va qidiruv ishlarini yengillashtirdi. Endi sohil bo'ylab ham daryo tubini ham yanada sinchiklab tekshirish imkoniyati paydo bo'ldi. Qrimda benzin sotish to'xtatildi. Qrimda barcha yoqilg'i quyish shoxobchalarida yoqilg'i berish to'liq to'xtatildi deb e'lon qildi Yarimorolning Rossiya tomonidan tayinlangan rahbari Sergey Aksenov. Benzin sotuvi 21-iyun kuni soat ertalab 9 dan boshlab to'xtagan. Yoqilg'i faqat Qrim Respublikasidagi hayot va xavfsizlikni ta'minlaydigan davlat xizmatlari uchungina beriladi, degan Aksenov. Qrimda benzin taqchilligi may oyidayoq boshlangandi. Bunga Ukraina qurolli kuchlari Rossiyaning asosiy hududidan Yarimorolga olib boruvchi Novorossiya trassasi orqali harakat qiluvchi benzin tashuvchi mashinalar va boshqa yuk avtomobillarga muntazam ravishda dronlar bilan hujum qilishni boshlagani sabab bo'lgandi. Shundan keyin hukumat benzinni talon asosida sotishni yo'lga qo'ygan va bir kishiga bir kunda 20 litrdan ortiq benzin sotishni taqiqlagandi. Keyinroq cheklovlar yanada kuchaytirildi va benzin uchun talon olish ham qiyinlashdi. Bunday talonni endi bir haftaga bir marta qo'lga kiritish mumkin edi. Benzin sotishni butunlay to'xtatish haqidagi qaror Qrim hududi bo'ylab navbatdagi hujumlar fonida qabul qilindi. Rasmiylarga ko'ra, so'nggi hujumlar oqibatida 14 kishi jarohatlanib shifoxonaga yotqizilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda Novorossiya trassasiga hujumlar davom etayotgani aks etgan videolar paydo bo'lgan. Ulardan birida yo'lda ketayotgan benzovoz Hornet rusumli dron zarbasidan bazo'r qochib qutulganini ko'rish mumkin. Eski mashinasini utilizatsiyaga topshirmaganlar bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravar miqdorida jarima to'laydi. O'zbekistonda 2026-yildan boshlab ishlab chiqarilganiga 30 yil va undan ortiq bo'lgan avtomobillarni bozor narxida sotib olish hamda utilizatsiya qilish tizimi yo'lga qo'yiladi.
Bu haqda Chiqindilarni boshqarish agentligi xabar qildi. Yangi tartibga ko'ra, ishlab chiqarilganiga 30 yildan oshgan transport vositalari egalaridan bozor narxida baholanib xarid qilinadi. Avtomobil egalari bilan hisob-kitob qilish jarayonida ikki xil usul taklif etiladi. Yangi avtomobilning boshlang'ich to'lovi uchun elektron vaucher taqdim etish, vaucher sommasini pulga aylantirib, ya'ni naqdlashtirib berish. Iste'molchi ushbu vaucher orqali O'zbekistonda ishlab chiqarilgan yangi avtomobillarni imtiyozli shartlarda xarid qilish mumkin. Bunda vaucherdagi mablag' chegirma sifatida hisoblanib, qolgan to'lovni 1 yildan ortiq muddatda bo'lib to'lash imkoniyati yaratiladi. Shu bilan birga eski avtomashinani o'z vaqtida utilizatsiyaga topshirmagan fuqarolarga nisbatan moliyaviy chora qo'llaniladi. Ular yiliga bir marotaba bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravar miqdorida ekologik kompensatsiya to'lashi belgilangan. Ma'lumot uchun hozirda Toshkent shahrining o'zida bir kunda 600 mingga yaqin transport vositasi harakatlanadi. Bugungi kunda dunyoning 600 dan ortiq davlatida, jumladan Fransiya, Germaniya, Xitoy va AQShga eskirgan avtomobillarni utilizatsiya qilish tizimi va eski mashinalar uchun jarimalar hamda shahar markaziga kirishda cheklovlar amaliyoti joriy etilgan. Shunchaki yashash jonimga tegdi. Krasnodarda 19 yoshli talaba odamlarga pichoq bilan hujum qildi. Krasnodarda pichoq bilan hujum uyushtirilishi oqibatida bir kishi halok bo'ldi va bir necha kishi jarohat oldi. Bu haqda Rossiya Ichki ishlar vazirligi rasmiy vakili Irina Volk xabar berdi. Yosh yigit savdo markazi binosiga bir necha tashrif buyuruvchilarga pichoq bilan tan jarohati yetkazdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra bir ayol vafot etgan deb yozdi u. Xabar qilinishicha, u bolalar ko'ngilochar markazi hududiga qo'lbola portlovchi buyum ham uloqtirgan. Krasnodar o'lkasi gubernatori Veniamin Kondratev jami 5 kishi jabrlanganini ma'lum qildi. Ularga shifokorlar yordam ko'rsatmoqda. Mash Telegram kanali ma'lumotlariga ko'ra, hujumni 19 yoshli talaba sodir etgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda u qilgan ishi uchun hech kim unga mukofot va'da qilmaganini, o'z joniga qasd qilishni istaganini aytgan. Shunchaki yashash jonimga tegdi degan u qo'lga olinganidan so'ng unga nisbatan sud psixiatriya ekspertizasini tayinlangan. Prokuratura tekshiruv boshlagan, tergov qo'mitasi esa jinoyat ishini qo'zg'atgan. Sankt-Peterburgda beton boshpanalar o'rnatila boshlandi. Ukraina qurolli kuchlarining Rossiya neft-gaz infratuzilmasiga hujumlari tez-tez takrorlanayotgan bir paytda Sankt-Peterburgning Kronstadt tumanida beton boshpanalar o'rnatila boshlandi. Bu haqda tuman ma'muriyatiga tayanib Moscow Times xabar berdi. Nashrning yozishicha, bunday inshootlar 4 ta manzilda paydo bo'ladi. Yakir maydonida, ya'ni dengiz Nikolskiy sabori yaqinida, Kronstadt shossesidagi 16-mikrorayonda joylashgan jamoat maskanida, Zosimov ko'chasidagi Inchxon xiyoboni yonida, shuningdek Letki ko'chasi va Kronstadt shossesi chorrahasidagi avtobus bekati yaqinida. Ma'muriyat boshpanalar xavfsiz shahar video kuzatuv tizimi qamrovidagi hududlarga joylashtirilishini qayd etib, aholidan chiqindi tashlamaslikni va obyektdan maqsadli foydalanishni so'ragan. Favqulodda vaziyatlar vazirligining xabariga ko'ra, dron hujumi paytida asosiy yuk ko'taruvchi devorlarga ega bo'lgan bino ichida qolish va derazadan uzoqroq turish tavsiya etiladi. Agar dronlar hujumi vaqtida ko'chada bo'lsangiz, zudlik bilan eng yaqin xavfsiz binodan boshpana topishingiz kerak, deyiladi tuman ma'muriyati bayonotida.